Hammaga assalomu alaykum. Kelinglar bugun bu videoda biz operatsion tizimlar turlariga misol keltirishga harakat qilamiz. Operatsion tizimlariga emas, operatsion tizim turlariga misol keltiramiz. Biz bilamizki operatsion tizimlarimiz bir nechta bir nechta operatsion tizimlarimiz bor. Bu masalan Windows, Linux, MacOS, FreeBSD, Android, Solaris, Sun, Tablet, Red Hat, iOS degan operatsion tizimlarimiz bor. Bu turlari emas. Keyinlar endi biz operatsion tizim turlarini ko'rib chiqamiz. Operatsion tizim turlari operatsion tizim turlari tuzilishi, ishlatish usuli va foydalanish ehtiyojiga qarab bir nechta turlarga bo'linadi. Quyidagi usul ularning asosiy turlari va ularga misol keltiramiz. Общий tizim turlari 6 ta turga bo'linadi. 6 ta turda men mana shu videoni описаниесida qoldirib ketaman har bittasini. Siz bemalol o'qib ko'rib olishingiz mumkin. Keyinlar birma-bir ko'rib chiqamiz har bittasini. Birinchisi bir foydalanuvchi operatsion tizimi. Faqat foydalanuvchi bir vaqtda ishlata oladi. То есть bu misollar keltiradigan bo'lsak, MS-DOS, Windows 95, Windows XP. Bularda уже hech kim ishlatmay qo'ydi. Ancha eskirgan tizim turi hisoblanadi. Ikkinchisi, ko'p foydalanuvchi operatsion tizimlar. Bu bir nechta foydalanuvchi bir vaqt o'zida tizimni foydalana oladi. Odatda buni oddiy odamlar ishlatmaydi. То есть buni serverlarda, internetlarda ishlatiladi. Bu Linux, Unix, Windows Server, MacOS. MacOSda ham o'sha Mac'larda ham boshqacha versiyalar ishlatiladi. Bu ikkinchi turga kiradi. Uchinchi tur ko'p dasturlik, multitasking odlar. Bu o'sha har doim biz o'zimiz oddiy yuzerlar ishlatadigan turga kiradi. То есть buni ichiga qaysi Windows turlari kiradi? Bu Windows 10.11, macOS ko'p ishlatadigan macOSlar, Linux va Android. Androidlar ham telefonlar o'sha ham kiradi. To'rtinchisi real vaqtda operatsion tizimlar. To'rtinchi tizim turi bu vazifalarni aniq vaqtda oralig'i bajaradi. Ko'proq sanoat va tibbiyot sohalarida qo'llanadi. Bu misollar keltiradigan bo'lsak, FreeRTOS, EVXWorks, Airtel Linux, Kinix. Bular endi biz oddiy odamlar bunaqa operatsion tizim turlarini uncha-muncha ko'rmagan ham, unchalik ishlatmaydi ham. Buni просто bor, buni bilib qo'ysak bo'ldi. Beshinchisi mobil operatsion tizimlar. Smartfonlarga va planshetlar uchun ishlatadigan chiqqan. Misollar Android, iOS, har nima iOS. Android hammamiz bilsak kerak, iOSni ham bilsak kerak. iOS bu iPhone'niki. Android bu oddiy Redmi A'larda, Samsung'larda operatsion tizim hisoblanadi. Oltinchisi, oxirgisi tarmoq operatsion tizimlari. Tarmoqdagi resurslar foydalanuvchi va xavfsizlikni boshqarish uchun mo'ljallangan. То есть bu operatsion tizimlar odatda xavfsizlikka katta urg'u berilgan. Buni oddiy odamlar ishlatmaydi bunaqa operatsion tizimlarni. Misollar keltiradigan bo'lsak, Novell, NetWare, Windows Server, Unix, Linux tarmoq versiyalari. Shunaqa, xulosa qiladigan bo'lsak, har bir operatsion tizimlar turi muayyam ehtiyojlarga uchun mo'ljallangan. Masalan, Windows kundalik ishlarga uchun, Linux dasturchilar va server uchun kerak, RTOS real vaqt tizimi uchun kerak. Xullas kalom 6 ta turga bo'linadi. Bu 6 ta turda hozir men bu videoni tagida описаниеga qoldirib ketaman. Siz bemalol buni o'zingiz batafsil o'qib, ko'rib chiqib ko'chirishingiz mumkin. Operatsion tizimlar turlariga misol keltiring desa, bu 6 ta tur keladi. Agar oddiy misol keltiring bo'lsa, bu mana shu Windows, Linux, MacOS, FreeBSD, Android, Solaris, Sandbox, Red Hat, iOS'lar aytsangiz bo'ladi. Hammaga rahmat video uchun, videoni oxiriga ko'rib uchun.